Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg hamda Vladimir yo'nalishlari bo'yicha avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Reyslarimiz bizda haftada 2 kun, ya'ni seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqib ketadi. Avtobuslarimizda siz uchun qulay bo'lgan barcha shart-sharoitlar mavjud, ya'ni ikkita mavsumda ishlaydigan konditsionerlar, telefon uchun quvvatlagich moslamalar hamda qulay o'rindiqlarga ega. Undan tashqari avtobusimizda kuller hamda ikkitalik monitorlar ham mavjud. Asosiysi o'zingiz bilan 50 kg dan 60 kg yuklarni bemalol olib ketish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari bizda barcha kanallarimiz ishlab turibdi, ya'ni Instagram, Telegram, YouTube, Facebook kanallarimiz. Siz ular orqali avtobuslarimizning sharoitlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Hamda qo'shimcha savol yoki murojaatlaringiz bo'lsa, bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilish imkoniyatiga ham egasiz. Biletlar soni cheklangan, shoshiling, ekrandagi raqamlar bilan bog'laning va o'z joyingizni band qiling.